Uzbekistan Airways aviakompaniyasi tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar sarhisobi va 2026-yilga mo'ljallangan rejalar yuzasidan matbuot anjumani o'tkazildi. Unda xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va yo'nalishlar tarmog'ini kengaytirish bo'yicha so'nggi yangiliklar ma'lum qilindi. Uzbekistan Airways 34 yoshda. Milliy aviakompaniyamiz o'tgan davr mobaynida barqaror o'sish va strategik yutuqlarga erishish uchun ko'plab yangi loyihalarga qo'l urdi. 2025-yil kompaniya uchun barakali yil bo'ldi. O'tgan yilning o'zida 49258 ta aviaqatnovlar amalga oshirildi. Bu 2024-yilga nisbatan 8,7% ga ko'p degani. 2025-yilda aviakompaniya parvozlar geografiyasini kengaytirishda davom etdi. Toshkentdan Madrid, Islomobod, Tyumen va Krasnodarga, Andijondan Novosibirsk, Istanbul, Moskva va Sankt-Peterburgga, Namangandan esa Krasnodarga yangi yo'nalishlar yo'lga qo'yildi. Matbuot anjumanida 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar tahlil etilib, 2026-yildagi rejalar aytib o'tildi. Uzbekistan Airways aksionerlik jamiyati O'zbekiston hududida va Markaziy Osiyoda mintaqani Yevropa, Amerika va Osiyo davlatlari bilan aviatsiya orqali bog'lashda asosiy o'rinni egallaydi. Uzbekistan Airways Markaziy Osiyodan yagona parvozlarni Amerikaga amalga oshiradi. 25-yilda Uzbekistan Airways tomonidan 40 mingdan ortiq parvozlar amalga oshirildi va tashilgan yo'lovchilar soni 6,600,000 tashkil etdi. 26-yilga Uzbekistan Airways aksionerlik jamiyati tomonidan rejalashtirilgan parvozlar sonini oshirish va hamda yangi qatnovlarni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bunda hozirgi kunda aniq aytish mumkin bo'lgan yo'nalishlarimiz bu Toshkent Atarau, ya'ni Qozog'istonga bo'lgan parvozlarimiz sonini oshiramiz. Toshkent Varshava yo'nalishida parvozlar yo'lga qo'yiladi. Nafaqat Toshkent aeroportini rivojlantirish, balki mintaqa aeroportlarini rivojlantirish maqsadida, vodiy aholisiga qulaylik yaratish maqsadida Namangan, Deli yo'nalishlari, Hindistonga yo'nalishlarini yo'lga qo'yish aprel oyidan rejalashtirilgan. Ta'kidlanganidek, o'tgan yili milliy aviakompaniya o'z tarixidagi eng yirik shartnoma, ya'ni 22 ta Boeing 787-9 Dreamliner havo kemalarini yetkazib berish bo'yicha kelishuvni imzoladi. 2025-yil aprel oyida Silk Avia Parki 4-L Tourist 10 havo kemasi bilan to'ldirildi. Yana bir yangilik. Kompaniya bort kuzatuvchilari uchun yangilangan dizayn, rang uyg'unligi va kengaytirilgan to'plamga ega bo'lgan yangi formani joriy etdi. Bu kompaniya brendini mustahkamlash va zamonaviy xalqaro servis standartlariga moslashishga qaratilgan strategik rivojlanish yo'li edi. Albatta, 2025-yil milliy aviakompaniyamiz uchun maqsadli o'sish, muhim qarorlar va yutuqlar yili bo'ldi. 2026-yilda ham aviakompaniya yangi xavfsizlik texnologiyalari va standartlarini joriy qilish, ichki va mintaqaviy tashuvlarni rivojlantirish hamda dunyo bozorida o'z o'rnini mustahkamlashni rejalashtirmoqda.